degan joyi. Bosfora degan joy ekan. 100 milyon bereyim mi pultuna? Ana pultini satmay mashina obzor etadim. 2019-yil Bejoy Lenum bilan to'shalgan. Mana 68 ming probeg yurib turibdi. Metan gazlari. 4 dona charm qo'ymoqlar balollari bor. 3 kun bo'libdi hali qo'yilganini. Demak hali yurmagan, ha, loyda yurmagan. Kraskasi absolut rodnoy. Kraskasi 100% toza. Tekshirtirib olaverasizlar. Bellardan ham tosh tegmagan ekan. Metan ham toza qo'yilgan. Ha, mo'ykada qolibdi, zapaskasi yo'q ekan. Tushgan emas. Qo'yilgan emas zapaska. Zavoddan, ha. Mashinaning bahasi 90 million so'm. 2019 68 ming probeg yurib turibdi. 90 ustunda kelishib beriladi. Barter kredit etib beraveramiz. Kreditga gideti 8 milyonlar bilan chiqam. Yo'q, agarda million bilan 12 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Oylik to'lov 3 milyon 150 ming so'mdan tushadi. 4 yilga chiqadi. 4 yilga chiqadi. yo'q 3 yil 3 million 150. Ha, 3 yilmi? 3 yilga 3 milyon 150 dan tushadi. Kimga qiziqarli bo'lsa, ana nomerlarni qoldiramiz. Telefon urib bog'lanib olaverasizlar. Naqd barter kredit beraveramiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa bemalol aytganglar. Shu yerda o'zimiz kelishsak naqd pul asosida sotib olamiz, bo'lmasa Islomda shunday reklama etib besplatni sotib beramiz. Nexia 2 bo'lsa Nexia 2 ko'p so'rab turibdilar, sotilib ham turibdi keyin Nexia 2lar. Ana aytgasangizda sotib beramiz.